Qadrli obunachilar, sizlardan mening Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim, chunki u yerga videolarni tashlab boraman, undan tashqari modlarni jo'natib turaman. Shuning uchun ham u yerda umuman zerikib qolmaysiz. Albatta, o'tib obuna bo'ling. Mana bu yozuvni yozib topishingiz mumkin yoki opisiyaniyadagi ssilkadan to'g'ridan-to'g'ri o'tishingiz mumkin. Uyg'on, Haydar. Nima millioner qayerdaman? Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Biz nega uchmayapmiz? Stop, ko'chada nima bo'ldi? Millioner. Menga nima qildi? Ha, nima qildimish? Nima? Senga nima qildi? Jin ursin. Dumalagandan keyin shunday bo'ladi-da. Dumalagandan keyin stop. Sen aytmoqchisanki, Ha, biz halokatga uchradik. endi stop. Samolyotni fotografi qani? Ha, yo'q ko'rib turganingdek. Endi stop. Bu yerdan qanday chiqamiz? Ha, bilmasam, sendan so'ramoqchi edim. Menda g'oya yo'q. Stop, balki sandiqni ochib ko'rmadingmi? Kuchim yetmadi. Qanaqasiga kuching yetmaydi? Buni qanday kattasan mendan ham. Hatto menga bunday pastga qarab qaryapsan. Ha, chunki bo'yim baland. Bu nima? Ha, mendagi narsalar. Tushunmadim. Nega buni menga berding? Bilmasam, senga kerak bo'lib qolar deb. Xo'sh, bu yerda ovqat, bu yer tovuq. Hoy, ovqatni joyiga qo'y. Nimaga endi? Biz bu yerda 2 kishimiz, shundaymi? Ha, Bizga kerak bo'ladi ovqat. Bunday tashlab keta olmaymiz-ku. ha, to'g'ri. Xo'sh, sandiqni ochish kerak. Millioner, yordam bermaysanmi? Ha, yo'q. Unda mana shu izumrud bilan sandiqni sindiraman. Nima? Yo'q. Tushunmadim. Nima deding? Izumrud bilan sandiqni sindiraman. Bo'ldi, yordam beraman. Aha, ko'taramiz. 1, 2. Millioner, pul haqida gap ketganda juda ham kuchlisan, a? Ha, Xo'sh, suv bor ekan va qilich. aha, yaxshi. Endi nima qilamiz ularni? Bilmasam, hozir birinchi navbatda bu yerdan chiqib olishimiz kerak, keyin Hoy, pichoqni ol. bu umuman olganda qilich. Ha, shunaqami? Ha, mayli, ol qilichni. Olaman. Birinchi eshikni ochish kerak, chunki bu yerda na richak, na tugma bor. To'g'ri aytasan. Xo'sh. Mana buni hozir men qilichi bilan sindirishga harakat qilaman. Yoki balki Ender Pearl bilan chiqib qolarmiz. Hoy, biz Minecraftning yangi versiyasidamiz. To'xta. Mana hozir. Haydar, O'tolmadim. senga aytgandim-ku, bu Minecraftning yangi versiyasi. To'g'ri aytasan. Jin ursa endi qanday chiqamiz? Ha, bilmasam, bu endi seni muammoing. Ochildi nihoyat. Ha, ajoyib ozodlik. To'xta, millioner, jin ursa yonib ketyapti. Millioner, shoshma. Ha, ozodlikka chiqdik dar. Chiqishga-ku chiqdik. Endi nima qilamiz? Ha, endi bilmasam. Yaxshisi, mana beshikni olamiz. Eshik nima, jinnimisan? Yo'q, axir yopishimiz kerak-ku qanday qilib. Mana bu temir eshikni qo'ya olmaymiz. Uni sindirdim-ku men qo'lim bilan. Ha, to'g'ri. Kel, undan ko'ra o'rganib chiqamiz atrof muhitni, nima bor ekan bu yerda. Qiziq emasmi? Yo'q, umuman. Buni qara-ya. Sandiqlar yotibdi bu yerda. Sekin, millioner, meni yiqitib yuboradi hozir. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'qmish, jin ursin seni. Xo'sh, yaxshi. Sandiqlarning ichini ko'ramiz balki. Bu yerda hech narsa yo'q. Qanaqasiga? Chunki biz qaytayotgandek jinnimisan, qanaqasiga yuk bo'lishi mumkin? To'g'ri, axir rostdan ham qaytayotgandik, a? Ha, boshi yaxshigina chayqalganga o'xshaydi. Menda ham bilmadim bo'lganini. Xullas, yaxshilab ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki men bu yerlarni bilmayman. Sen ham bilmasang kerak, a? Ha, kuchuk. Xo'sh. Millioner, endi nima qilamiz? Millioner, Nima deysan? balki men bilan yurarsan, men bir o'zimga bilasanmi? Bu yerda yolg'iz yurish xavfli. Biz bu yerlarni bilmasak, yur ana yerga. Yo'q, men shu yerda qolaman. Nima, menga ishonmayapsanmi? Yo'q. Mayli, unda shu yerda qolaver. Balki birorta mahluqlar kelar, o'rmonda ovchilarmi? Xo'sh, sigir, yaxshi. Xo'sh, mana hozir jin ursin, nima bo'ldi? Menimcha boshimga olma tushgandir. Bo'ldi. Bizda 2 dona teri va go'sht bor. Yaxshi, kuchani ham o'ldirsammikin? Mayli, tura qolsin. Balki kerak bo'lib qolar. Xo'sh, millioner, men ovqat topdim. Nima, qanaqa ovqat? Go'sht. Xo'sh, yaxshi, balki kravatga ham, yo'q, kravatga yetmasligi aniq. Millioner, bizda bilasanmi, daraxt kerak bo'lishi aniq. Ha, ishlay qol. Xo'sh, millioner, hali seni ham qayta tarbiyalab olaman.
Ishqilib, bu yerdan tezroq chiqib ketaylik. Ajoyib. Millioner bizda daraxt bor va endi nima qilamiz? Endi sigirlar. Qo'yil, yaxshi. Bitta sigir. Endi ana ikkita. Hozir qayerdadir, mayli. Quyosh millioner quyosh botyapti. Balki kirarmiz ichkariga. Nima? Ichkariga nima qilasan? Balki bu yerda zombilar ko'pdir. Axir bu qandaydir o'rmon, shahar emas, qishloq emas. Yo'q, men qo'rqmayman. Ha mayli, men unda o'zimizni o'sha yerda bo'laman, xonachada. Ha mayli. Xo'sh, go'shtlarni Hoy, nima qilyapsan? millioner bilasanmi men qancha go'sht yig'dim ov qilib. Shuning uchun go'sht bizda hozircha muammo bo'lmaydi, ovqat ya'ni. Ha, mayli, undan yeya qol. Men esa mana bu yerlarda yuraman, yashirinib turaman yoki quyosh botishini kuzata qolaman. Yoki ana bu yerga o'tirib turaman, bilasanmi? Men ketdim. Stop, u yerda nimadir bormi? Nir. Creeper kelyapti. Nima? Creeper? Qoch, millioner, qoch, creeper. Yo'q. O'zi shundoq ham samolyotimiz qulagan. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yerga endi tepaga 1, 2, 3. Yaxshi. Jinurson, millioner qanisan? Mana shu yerda, bu yerda zombilar. Zombi bu yerda ham Jinurson. Zombi. Jinurson zombi nimaga senga hujum qilmayapti? Chunki men boy va kuchliman. Nima? Yaramas, hali menga ishing tushadi-ku. Hazillashdim, meni qutqar iltimos. Qo'rqayapman, qutqar meni millioner. Axir men millionerman-ku. Qutqaraman, qo'rqma. Hozir 1, 2, 3. Bo'ldi, ana seni qutqardim. Endi tepaga chiq. Menga $1,000,000 berishing kerak. Nima? Qanaqasiga $1,000,000? Senga yo'q bor yo'g'i $100 beraman, bo'ladimi? Seni joning shunchalik arzonmi? Bilmas edim. Shoshma, mayli. Million bo'lsa million, axir men millionerman. To'g'ri. Bo'ldi, chiqa qol. Yo'q. Mening jonim qimmat. Men o'zim ham sendan qimmatman. Shuning uchun men bu yerda bo'laman. Millioner, nimalar deyapsan? Chiq bu yoqqa. Yo'q. Men ana bu yerga biror joyga keta olaman. Yo'q. U yerda nimadir bor. Bormayman. Jinurson, oldinga chiqaman. Bo'ldi. Biz bitta qayiqda. Millioner. Uzr. Mayli, chiq. Qayoqqa ketyapti? Jinurson Zombi bo'lsa chiqa qol tepaga, millioner. O'zingni nima balo bunday jinniga o'xshab tutasan? Endi axir bunaqasi hali bo'lmagan menda. Bo'ldi. Yaxshiyam sen bilan men bor ekanman. Bo'lmasa shu yerda qolib ketarding. Shu yerda emas, ana u xonada o'lib ketarding. Bu gaping to'g'ri, lekin qo'shilaman. Qo'shilsang bo'la qol. Xonaga kir. Bu aks holda bu yer juda ham xavfli. To'g'ri. Xo'sh, men go'shtlarni tayyorlab turay. Xo'p. Nimani birinchi tayyorlasam ekan? 8 tagina ko'mir bor. Buni tayyorlaymiz. Millioner, kel yaxshisi mana buni. Yo'q, mayli, u joyida tura qolsin. Yaxshisi bu yoqqa. Qani endi balki 8 ta ko'mir, mayli. Millioner, senda yonadigan narsa topilmaydimi? Yo'q, senga ham narsani berdim. Bu yerda oltin. Yaxshisi bitta verstak tayyorlab olay. Xo'sh, verstakni qayerga? Verstakni mana shu yerga qo'yaman. Yog'i chiqmasa bo'ldi. Chiqmaydi, xavotir olma. Axir bu Minecraft. Bu gapingga qo'shilaman. Xo'sh, endi bizga stop. Ko'mirsiz bo'lmaydi-da. Yonadigan narsam yo'q. Mayli, mana bularni tashlab qo'yay. Aks holda bular menga xalaqit beryapti ancha-muncha. Xo'sh. Bu yoqqa, bular bu yoqqa, bu yoqqa, bu esa bu yoqqa. Suvni bu yoqqa tashlaymiz. Bu esa menga hali kerak bo'ladi. Nima kerak bo'ladi? Mana bu narsa. Hoy, tushunmadim seni. Yo'q. Sen o'ylagan ishni qilmoqchi emasman. Undan yaxshi. Kel, yaxshisi bunday qilamiz. Hozir mana bu ko'mirlardan ajratib olamiz va hozir mana bittasini, anaroq 5 donasini bu yoqqa qo'yamiz va qo'y go'shtini tayyorlaymiz. Nima, qo'y go'shti? Jinnimisan? Nima, senga qo'y go'shti yoqmaydimi? Yo'q. Hidiga dosh bera olmayman. Menda ham shu ahvol. Kel, yaxshisi buni. Bo'ldi, pishmasdan olib tashladim, lekin bo'ldi, pishmadi, millioner. Hoy, ol. Bo'ldi, mana bu yerga chekkaga tashlab qo'yaman. Zombilargami biror nimaga kerak bo'lib qolar. Mayli, bilganingni qilaver. Bo'ldi, men unda shu yerda uxlay qolaman. Xo'p, uxlasang uxlayver. Xo'sh, bilasanmi? Bu yer albatta juda ham mayli, bo'ldi, shu yerda uxlaymiz, hech narsani olib kelmaymiz.
Bye.